Yozishmalaringizni endi hech kim skrinshot qila olmaydi. Buni hozir qanday qilishni o'rganamiz. Buning uchun Instagramga kirib, yozishmalar joyiga o'tib olamiz. Bu yerdan yozmoqchi bo'lgan odamimiz profilga bosib, profilga kirib olamizda. Bu yerdan исчезающие сообщения degan joyi bor. Shu yerga bosib 24 soatga qo'yib qo'yamiz. Yozgan soобщениялаringiz 24 soatdan keyin avtomatik o'chib ketadi va skrinshot qilib bo'lmaydi. Ya'ni skrinshot qilsa oppoq bo'lib qoladi skrinshot qilgan odamning ekrani. Keyin mana bunda вы сделали запись экран degan joyda agar skrinshot qilsa, xuddi shunaqa skrinshot qildi seni yozishmalaringga degan xabar ham keladi. Va skrinshotni o'xshamaydi, unda oq bo'lib qoladi. Agar после просмотрga bossak, o'qigandan keyin avtomatik o'chib ketadi. Nima o'qigan xabari. Bu yerdan yozgan u odam, siz yozgan odam o'qigan haqidagi ma'lumotni yozib qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni o'qisa, o'qidi degan nimasi bildirishnomasi keladi. Bu yerdan nickname'ni o'zgartirib qo'ysa bo'ladi. Nickname masalan o'sha odamning nimasini, ismini mana shundan o'zgartirsangiz bo'ladi. Masalan, Yahyo deb qo'ysak bo'ldi. O'sha menda xos mana shu odam uchun ismi o'zgaradi, Yahyo degan. Yana joyiga qaytarmoqchi bo'lsak, mana shunday qilib qo'yamiz, o'z joyiga qaytadi.